Vaycan. Fakat kuluqida gap turmaydi mush balning cho'zadi. Jama Fatime, yana nimaga qaqshayotgandi? Men ichiga chirpaqlim ustam. Ha, nima bo'ldi yana? Voy, akşam bir obdan retlab qo'yib kelsam, için yana ma'lumotdan qilib ma bala. Vajan. Ish qilib, tayir yo'q siz qaqshaysiz. Siz yo'q olsangiz tayir qaqshaydi, tayir ishqinglarning ish qilib mush. Urush jidaldan boshqa hech yo'q qo'siladi. Xapolmay qaytib deb qo'ysizlar ustam. Oldin qaytma cho'ng ustamga degan qulqida gap tumiga o'xshaydi, balning o'ng qulqidan chirib, so'l qulqidan chiketga o'xshaydi. Ma'qul men aytib bir o'zimday. Malani bir tuzugroq qatlab qo'ymaysizlar. Kunda men boshqadan qatlayman. Xapolmay ustam. Qizlar. Voy adash, qanday ahvol? Yaxshimi? Yaxshimi adash? Deb yo'qolib ketdi. Shunday maja ko'rish bo'lamidi? Yaxshimi? Ha, buga vaqting yetib qopdi-ku. Voy, bizning do'konning ko'zoynak ostida qo'ydiganlik jozimiz tushib ketgan. Ha. Shuni uni yasaydigan odam kelgandi. Uni yasayotdi, u xaridorning gapini biz anglamaymiz, bizning gapimizni xaridor anglamaydi. Bir ma'lumotdan chiqishini, işte do'kon taqib yilib chiqdim. Ha, chechim yasab qo'yamdi? Yo'q, bugan emas, bugamda sizlar bilan o'tirib bir g'aybat qilib chiqaydi. Endi yaxshi. Qani bu arlar? Voy, chirachimay erli deb benda taqaqni ko'rimiz gap ketgan. Voy, yo'q. Adash o bir cho'ng buvayvat emasmi? Uning nevaralari batdi, chechin davomli bizga yastadigan. Atans komandir qilib ketibdi-ku, ashbolaning chechini yasab qo'yib, yetib bilan tayyorishkis ketgan. Bizning tayg'u, bizda bor yaxshining amisi bor. Voy qo'g'am. Voy, acha. Shundan qolganda gapingiz bekanlaydi o'xshamanda. Jinim Fatima anglamay baqsin qani. Unda olgan bo'lsa qalangachi, xapolmaydi, yetkizib qo'ying. Men mening emgikimga hurmat qilsin. Bir tozliga ya'ni shu bal siqib qo'ysin. Men kechman ustamga. Kechman do'konni petchit qilib chiqdimi danga? Ketdiganda chiz qandoqligini bilamiz. Qalaymi qan do'konni ressizlan. Voy adash, mush do'konimiz-chu, mush tayir bilan Fatimaning jidili qurib baqma dedigina. Faqat ap o'tamadi bu ikkisi bir-birini chiqdi jugan qarab, buning ishini u yaratmay, uning ishini bu yaratmay degina. O tayirmi xotiningdek bakchiqqa qildi, qarasang nimda aytdi yo'qmidi? Bir gap qilib qo'y, gaping o'sama shu. Uvalib ketdi Fatimaga. Men bu gap qilib qo'yay, lekin u bizning toyning ochiq gap qilgan yerlar tatlı yerlar edi. Qo'g'am. Shu tatlı gapni san qilib bergan bilan butun zaharni bizning do'konga cho'chida emasmi da? Voy, manzarni cho'cham demdi, sen dedim. Hey, rostli isim qursin. Ma do'koninglarning yeniga bir xo'goxon ichiribdi. Qirpaqdinglarmi? Yo'q. Voy, butun mush vanxonlarning hammasi kirtga qara. Voy, kirib yegan xo'goning toyni yo'q. Ben sırasını çıktım. Bizim kırıkkanlık ya. Oştaqilibsiz-da? Bak amraqa Fatima siz xo'goga. Qara adash, ma erlar yo'q emasmi do'konda? Biz mixdek tumsa xonmaydi. Sen onda ko'zoynak do'konining savdo yaxshi bo'lgan bilan bizning savdolar kasat hozir. Yoz kelgachkimki ko'zoynakning savdolari xili yaxshi. Men shunga bir yangi konshilga ko'zoynaklarni qilib akirib qo'ydim. Va akirsa yo bizga bir sovuq qilay demaysan. Mush sening lenjingga tushadigan ko'zoynak bojimi men sovuq qilmay chiqinglar, birdan sovuq qilmay. Lekin mush ko'zoynakni taqab, 9 parchasini tushib, qo'yuvchangga 9 qitin chiqirsizlar. Qalangachi. Siz bizga ko'zoynak ersizmi, aşkınız bizdan chiqtal. Biz 81 patrasini chiqaramda. Onundan qalangachi siz bek mart olgan ekan-a. Mashkimizga 9 taldan 18 tal sovuq qilam. Biz shuni bilan 100 taldan 200 patrasini mart bilan chiqirlar. Ha-cha. Yomon. Men Fatimani do'konimga qirib, motorli qizib qo'yaymi-ki? Neyli jima? Aranj ko'zoynaklarga bir tayyorla ikkita yo'q qilib bersin xaridorlarga. Ko'z tegdi. Voy xo'g'am. Ey odash, hali bir do'sting bordi-ku. Nima ismi Nodirami bir narsa? Anchamiz bir do'konga kelib chochlarini yozib turib yo'qolib ketdi, izlashmoqdamizlar? Voy, yo'q, men deymasak deb beray-a, shu to'g'riliq. Voy, u mening do'stim, to'y qopgan. Voy, mush uydagilar shunda bir kelishgan, bir yaxshi bir balni tanishtirgan. Jittali chiqdi, kelishganmi-ka? Voy, bek kelishgan bola qara. Bizning shunda tali chiqdi deb qo'sh bo'lgan-to'q. Shunga bu to'yga yaqin hamda to'y kuni grimni nada qilg'izma deb og'izdan shunda olib chiqib bo'lg'icha u bola. Voy, siz mush do'stlaringizdan surishtiring. Qaya grimni eng pokis qiladi, eng suzuk qiladi, eng chiroyli qiladi, shu yerga berib qiling. Men sizlar bilan boray deb qara. Demak, o'zim qilamdi-ku. Ko'rdingizmi? Nima? Men deb beray, men deb beray.
Hozir adash tegmay ayrilib ketgan o'chkisi. Voy to'y to'xtadi. Voy yaxshiqda ayrilib kelsa u o'g'illar emas u, yo o'g'illar emas, yo qizlar emas, bir turkum bolalar jiqib tutdi. Adash men bir gapimni davolay. Bu bolalar qanda bolalar kelsan, qarsang, vahshiy chiroyli shoy qarsang, nima deysa? Rost. Ammo yiqiroq kelib satsasan, qosh deganda qizg'onnikidek bekdarak chektirib, ko'zlariga meyton taqab, sus moylani oqartish, moylarini suyab. Voy go'y bir soqol yo'q bolalar, qosh qalam bilan soqollarini sizab adash. Ha, nima deymisan, bu bolalar nima deymisan, o'g'il bolamda, qiz bolamda. Ustam. Ma gapni deslar qolsa bir ish esim kelib qoldi menam. Voy qaysgul do'yinda. Bizni jubo qilib aytibdigan ko'rgandim. Girmindagi bek chiroyli, alanga chiroyli qildi. Cho'chqa so'zim vahshiy ekan. Bugun aylab, mushtabizdan qolib tursam bir ovoz chiqdi danglar. Bombol bir ovoz akshi ekan ava. O'chirib aytdim mendan. Akshi. Lekin qanday akshitsang, boyam sening to'y qopgan do'stingni o'zgiray deb qolganlari, o'zgarish bosqichlari avcho. Ma Fatimaning kuyini to'liq o'zgarib qizg'alib ketgan u. Voyjon. Ey odam. Ay, u qayerga Qanda to'y qilamiz, kim tegamiz. Shuni deyman-a. Voy g'ayrat emas adashma, u amaliyotchimi? Rost lekin. Undan tillisimi gap etmaydi-ku, ustam. Xiyoliq chiqmaydi-ku. Voyjo, ashta aptitallarga ashta o'yinatgan ko'ryapsizlar. Astida tilg'am til so'z. O gaplarni Ta'sir qilmayotganda men o'qish nima chiqib ketmay adash. Voy Bu gap pislig'i ularni. Bizni sotirishgan bek to'l keldi deysa. Voy menga. Voy, tog'a qilib qo'yib birmisan. Gap deganni qilib quloq deganni qon tili chiqarib Anlashmagan. Voy dimbos bo'lsin. Voy mening aytib bir maslahatchim bordi, nim kiyib olsam bo'lar. Voy siz shunday chiroyli tursangiz, nima kiysangiz hammasini oldiga deb ketsizlar, ustam. Uqmaydi emasmi? Hey, ukam hozir maslahatchilar unda oddiy bog'lanmaydi. Maslahatchi degan ota aytimiz yangi yillarda ko'ptirib kichik vaqtlarimiz sinflarda ko'ptirib tizib qo'ygan sharlarni isib, validni faqir maslahatchi degan hayvat bir o'rinni bezaydi, ha dosh. Anotga o'tirib kelganda hayvat 4-5 o'g'avali 99 tar atrgimni ko'tarib kirdi. Maslahatchi degan. Qiqasa. O qizmi degan butun qizlar atrofida tizilib turmiz bunda. Bir cholpon kelgandek chovoq chalamiz. O qiz kirib biroz o'ynab Hey, o'tirib o kelgan. qizlar amaliyot boshlam yasini kep bo'lgan, yantik boshdan tuttirayotgan u. Ay, uni toz bilmaydi. Tuttirayotgan. Anam qizlar yig'ilib bo'lgandan qaytadan kirdi uning ichiga. Apparatchilar tadudujimi, apparatchilar bor. Anaylik o'tirib kelganda o'g'il bola 99 ta atirgulni ko'tarib kirdi. Aniki qizni oldiga kelganda maytisidan uzukni chiqarib, qapib uzukni. Qizning qulig'i soladi. Andan bir maydon usul o'ynaydi, bir maydon so'ygu tansi o'ynaydi, ish qilib bir ma'lumotlarni Unda yerga pichat yasamsan, bomba. O'tiraman day oxirni. Voy odash, bunday ishlayapti. Hozir mush maslahatchilarga to'ydan bekarak yosinib berib qizlarcho. Birisiga birisi qazrab yosanmasa mondaroq berib qolsangiz bo'lmaydi. Rasm tushmaydi siz bilan. Rasm tushmaydi. Apparatchilar kesidi to'yadi. Ha, ustam men texnik patardim, odatlashib to'y qilay debdikanman. Bu ishilonchiqlikqa turib desam bilan nima? Voy, siz bir unuringiz o'g'lan hozir ko'chada 9 o'g'avalning, yo'q 10 o'g'avalning 9lan tusa kulib turadi. Fatima to'y qilish unda Niyada men o'tda olsam. To'y qilishning tasdigini men shu bizning toyga tegib olsam Tegib oladi. Atlab tegib oljimi? Yaxshi bola. Lechka. Ha, yaxshi. Voy, O'tadinglarmi? bizning kezaynak jinim kelibdi-ku. Ha, ko'zoynaklik yilning kapta. Qachon kelgan? Qo'yib kirdi. Debmi qo'ymabsiz? Sizga mindamdim endi. Ya, deb qo'ygan bo'lsa, o'zing o'tirib chechin yasab qo'yganman. Yo'q, ham deb qo'ygan bo'lsa, ustam siz ayak birayversiniz, men xizmatimda qo'llab do'konda. Lashkardek. Voy, elim yerim soatdan yoqazroq qilsin. Ayollar o'tni parcha deb ketay deb kelsan meni, ha? Yo'q hamda. Tay, sizning bog'ingiz shunday yaxshi o'pdi. Men buningkin Fatima bilan obdan chiqishib do'konda. Gapini anglab tillarning. Litipkamga qo'liga qo'l, putiga put bo'lma do'konda. Yaxshi gaplarni qilib qo'ydim. Ha, es qilib bo'ldim. Yomon vaqtida. Ashta o't buningki yaxshi gap qilsiz. Ama bugan gap kelaylar, qaranglar. Bugan oyoq bag'ini taqaman. Tayir o'zini o'yinini ko'z qilyapti. Voy, qo'lim tushib qolgan. Voy, elib. Men hozir maqtab beryaptim seni-chi. Ustam anglab bilam.
Şu uya girip şıkmanın içinden kas çıkarıp ettim diken. Hemmisi yarap gitti. Bovoy momaylama şunda hoşup külüp yakıp bersem. Bizde 3 adam var öykende. Ma Tahir berip seri kuşkaçtayım. Vatılda 80-90 dek adam kirdi. Voy bugan qilib Keledim kılamda. 2 yaşını aldığı vakitte, 3-4 yaşını aldığı vakitin iş yap hazır. 5 yaşını 2,5 saatinde aldık. Öyünün ilgisi basmış balına bekliyor. Hünür var baliken. Ma balını bir kapez güçlüp bana bersiniz. Koridorga çıkıp is koyayım. Nişan bitirlap bersiniz. o'lgidek gapirsan-da yana. Vay ya Ya ustam. ben adamın çeçini elivit dep. Pıplapqa okşaydı deptim ama çaşını eplap oğatsam yok. Meydisini bassam yok. Tötünü ağzını soysam onun için kopap. Muşumunu gittim deydi mesma. Qaqma oylandirib atdingmi gap qilib? Vay ya ustam bek aşırı verdi. Manda gap ben toluk şendireysilik jo. Öyde. Aşı nevrisi bilen iş kitap bir nevrisi var. Sılıp kısma diken. Aş işki balı bilen aş dadımız yağı sürdüken çoğuna da aş. O oğlu kızarmışsın hizmeti sırtlarda aş kamandırıp kırıp çıkıp olduraş sürdüken. Biçar babay yaş bir yak bağan iken. Na muğduş belgili adam yok. Yağı nıpkıp. Şu ben gel kılıp balına çeçini ağaç gelsin. Ben hoş olap gitti o babay. Halbuki ras hoş oldu, ras hoş oldu. Ama Ma gap ma hemen dikkat. bu vayni hoşnus bir balı varken. Bala ama afkan ha. 5 yıl kanlaşkan boy diyen 1'de 95. Men nima ish qilmoqman? Shundaymi? Ya ma gap ustam ahir bas anglısla ahirine. Oturaverem la. O'xshashda. Maylamisa. Mında. Balının boyturoq, chirayga qarsa, rasmini yug'izib yostiqning ostida qistirib olgandek bal ekan. Kinoga chiqardek rasmi Bollywoodning cho'lponlaridek bal ekan. Undan keyin balının boyturoq xeli bayaqkan 1 metr 95. Chash baş budra. Saqal deganni kapkasda bunda qo'yibdi. Inchik burot saqal. Bala bir 100 rang kostyum oppoq ishlarni peylab rasmiy hangom. Oyoq degan pal qilib turdi. Yuziga amma qil yuqizgan bala emas ekan. Tasqalni qarab meni ishchim o'tib ketgan tasqalda balaga. Amma uyda chiqib ketgan. Chiqib bo'lgan ekan, men ustam derizdan qarayla derizdan. Bir maymoq og'il ketdi-da uni. Voy nada maymoq ma gapni anglang deyman usta. O'zidan egiz u baldimi kelishga yomg'ir balalar ikkisi bir-biriga atir chechib, qo'llarini tutishib belib uyg'alib bilsin. Xap qilib qo'ygan o'xshaydi kelgan balani. Mundasi qilib so'zlayapman-da. Letib biz hozir sizlarga uchun naq boshda bir to'g'ri qarang chotatdi. G'aybat emas qo'dash. Voy sipti. Ya balı qarsa saqal bir 5 joyda. Amma men tuk usab, kanayda ichi kiribdi. Yazliq qishliq kiyim hammasi o'zi bilan birga. Voy sizlar tushunmabsizlar, menday. Ikkisi munda. Ochtami? Navad ishki sashadi urush jangjonglan bilab qapqas, bala tukulan oldiga kirib qichib qapqas, tuklar tuz xubitlar bilan o'xshab qoldi. Hey, ularning birisi qizlarning birisi o'g'illarning rolini o'ynaydi. Muhabbat. Artistkan. Voy ya Muhabbat. Hey. Voy sen to'lib kirgan maymoqlarni yasaysan, oshing emasda. Gatchida tuyog'ini qilma. Atugim bulanmay qilib qapqas bekama tuyog'ini birasi bilan saq. Samiya yasaysan. Shu daymafkam bizdan ching tutang, bizning qo'y uy bor. Biz o'tib muhabbatlashimda qanday? Hey. Daqla kirsa, hammasiga gap qilayveraman unda. Ya gel qilmang chichini yasab pulni ilib chiqiribdimi? Voy siz gapirmaysiz. Gapirmayli chiqirib yeting bo'ldi. Undaqlar tutmang bir yerlarini voyja. Ikkisi ham juda boshladi. Udatsam ustam tillamamda urgan nima degan bilan do'kon chiganken xarida bu. Hey. To'y qilmizlar deydigansiz. Qurumda cho'nglarning oldidan o'tib, bunda qizil kunish. O çokan bolida unda qilmang to'y qilib og'lanmaydi. Hep qaç ket kilomisiz sizni. Udas bek ishtirak qildigan sholab qolsa Ödgülü kılıfını kısam, ayetli kelip öğümüzge 4 bollak kandibilen bir 2 metre sarıca, 3 metre ilike başka rakını eliplam, keplam. Etetemdik ya. Hay! O diye kaçan o 2 metre rakıyla sarıca, kan, çay, nava, tuz diyen. O işte. Hazırcığım da eğir kırsızım da. Vay, üsküme ilkinimi bir akımız kirip diken ayağını elip ben seni ağanda 4 kallak pulunu gum koyup ağanda. Mening başta gum koyup alsam boludu ha? Hammasini o'ziga chiq yo'li bo'ladi, shuni da'vatida. Shundaymi? Ya bu ne ustam. Hamdi buna degan doq bir salpal bir o'zimizni ruslab, hamda ozg'in ko'p turib pulni deb to'plab, cho'pchon olgan o'ydikiligi bir ig'irligimiz silaversak mi qamlashmaydi. Shunga bir ko'mmatang vaqt
ki. Can, Ritka. O. Nima yega? Voy. Nima bo'ldi? Voy, men inangiz to'yga shunda oldirib ketyapti da, Ritka. Kim o? Ma inangiz-chu? Nima bo'lyapti ekan? Endi to'yga oldirgan-ku kichkina uyda boshqa hech narsa yo'q buning. Ha, unda olib qolib qolsak, kim cho'ngroq uydan bir deb to'y qilinglar. To'yga bek oldiribdi, lekin tas tayyorligi yo'q ekan. Nima deyman men? Tamam. Voy. Bitta. Oy, Ritka. Oy, endi biz to'yga qopqandan keyin endi Yaxshi bo'libdi. Muborak bo'lsin ukam. Baxtli bo'libdilar. rahmat. Ha, zerikib qoldik, to'y o'ynaylik. Endi ma ko'nlarda miras uyning kichigi qoldi deydigan gap bor. Unda bo'lgandan keyin biz to'y qilib qolsak, ma do'konni bizning to'yga berib siz cho'ngroq do'konni bir ichib olasiz, ha? Ha, do'konda? Kalmamızın derdi var mı? Ama ata-anam ölmeydi mi? Mirasına gel. Öten mi yakka? Yok, gapni qildigan. Bunda demakchi men tushundim bu qizlarni. Am sen bir qo'lim ishga kelib qolsa, navodi shu bilan ish kichikgina. Ve ayrim bir dukar ichib bersanlar demakchi ekanman. Ustoz shogirdlar deydigan. Ha, dukar qilsak bo'ldi. Ha, men nima mirosning gapi deyman. Nimani araydi, nimani? Ha? Dukanda Do'konni o'rib bermaydi, itimam yo'q. Ritka, voy endi meni demakchi o'g'lim. Endi ma do'konni ayni vaqtida bu do'konga uydagi cho'nglarni xeyli kuch chiqarib ketgan bo'lsam. Shunglashqanda biz to'y qilib qolsak, bu do'kon endi to'yga kelib siz cho'ngroq do'konni birini ochsangiz bo'ladi-ku, endi okean o'g'anniki unchalik yordamni qilasiz. Ha, shu boya degandek, lekin navodi biz taraqqiy qilib shu Mario'larni jiq setib qolib qolsak, do'kon pas, yani shu bayatlik kimda qildi, do'konni arib bir shogird ustamni. Undan emasda qildi, acha. Va jim do'stlar sizlar hamma ishga qo'shishsin, meni taqoq deydi. Hay! Nima? Nimani araydi, nimani gapni aniq demasiz. Ey ko'cha, lag'im ushmaydi mashqimizni otib. Oyda siz so'zlar birdiganda. Chiqaman ekan, patay. Of, qazman men. Hada oldu. Men chiqdayman. Abi ishtik bir chiqdi ham, bika. İşte Uy toy, do'konni bir narsa qolib qolganda qildi. Men chiqashtirib kechdi, meni og'il boramsiz. Ha, og'il boray. Men chiqayapman. Ritka, men chiqay. ha, chiqay. Bizda o'tirma. Adash, men chiqatdim, atladim, kiray. O'tirma bizda. Ha, yo'q bo'ldi. Bizda o'tirma. Yo'q bo'ldi, men chiqay. Ha, xo'sh. Nima ishilab ketdisdan bu endi? Bizden olturana bir kadar bir kahve bir çay demlep bergen bana. Ay, nima shu? Ha, başka iş bomba de ya. Men tushundim. Men bir deb baqay. Ha, menda olib Ha, qol. o'tirasizlar ustam, men bir deb baqay, o'tirasizlar. Yap. Ya men tushunganimni bir deb baqay, o'tirasizlar ustam. Menchi bo'lganda mirosning gapini qildi emasmi? A, cho'g'dan kichiga qoldi deganda qolsa ustam. Ha, gapdan tagida gap bor. Ha. Ha, o'tirasizlar, men tushundim. O'tiribasizlar. Ma ustamning inisi. Ha, bu ustamning A, tava o'xshaydi. Necha vaqtdan Nimanda bek yonbosidagi desam asli. Voy, ishmanda ekan, ha? Men yana tushunmadim. Ya, Kim men tushundim qanaqa bunda. Ya, Bak, Toyir bilan mao nigar ishkisa bir qilsak. to'g'ri manda gap. Sizga o'stak to'g'ri bir gap qilmayman. Aqllarni oldin bek nochilik qilmay o'rtasizmi? Xonigar bilan qotib. Ya, meninglar ishkisa bir qilsak. Ya, unda emas. Unda o'z qanday to'y qilamiz? Ha, unda emas kerak. Ya. Sizning inlar o'xshaydi ustam, ha? Ya, mat Voy, Toyir. davas bo'ldi. Ishim olmay davas ustam. Nima ish deydi bu? Ha. Yapma, hammanglar. O'tira. Ha. Nima ish bu? Toyir mening ukam. Bir qo'zoq. Bu qachondan boshlab fuqonsib qoldimda? Tug'ilgandan boshlab. Demak, necha vaqtdan fuqons ekanligini bizga oshkorlamay, mana ichida bizga jankon qilib qo'ygan bo'laman mana. Voy, uni bir jankun qilgidek, bir ko'gidek ko'zoz jankun qiladi. Endi nima ish bo'ldi? Ya, ishni sizmi tushunmaysiz, hamda bu mening ukam bo'lib qolgan vaqtda siz bizning uyda yo'qdingiz. Ha, shu yo'q, lekin hech kimni sherik bo'lgandan mayan qilsin, siz menga desangiz bo'ladi-ku. Men tushundiray. Mana, suvni ekan. Bu bir haqiqiy bo'lgan voqea. Endi bu ishda men tug'ilib azroq cho'ng bo'lgandan keyin qarsam bizning uy bu katta. Ya, tug'ilib doktorxonadan opamni deb katta. Endi bu biz yerim yoz kelgandan keyin bizning cho'nglar yezig'i buni baqmaymiz deb ochkatda. Ham cho'ngdan keyin qilib qolgandan keyin biz yana akirib oldik. Bu cho'ngning endi sal shoqroq tunab qolibdi ekan, uydagilarning gapini olmay maktabga yaxshi o'qib ulmadi.
Ben muşa to'liq o'tirib maktabni bitirib, uydagi jafoyini sog'izmay, enimni o'zim o'qitaman deb satrashlik shogird qildim. Bu maktabda ham yaxshi o'qimay, aka men maktabda yaxshi o'qiyapman, men satrash olib sinov o'qitaydi. Unchaq meni o'qishim o'tab, oliy maktab imtihon o'tab bo'lgan 3 yil bo'lganda unga. Men shogird qilsam, u yerda nima qilmay shu qo'shni do'kondagi bir qizlarlar qochdi 3 oyda qizlarga. Ular yo'qolib ketdi, keyin yana ketdi. Uyg'onib ekan, ishimiz og'rib, jinni boqolmay qilib, ertaga xotinni boqolmay, xotinni oldi yaqirab qolmasin deb. Akagan do'konga, lekin men ishni sizga tushuntirmoqchiman, fursat bo'lmay qoldi. Ey Letep, biz hech kim hamkorlashganda qanchalik bo'ldi? Ma do'konlarni kengaytirib, buningdan yaxshi qilib ochimiz deb, ato't ishkirligi berib, chashbarishkini o'zimiz yasab, akilib, setib, qilyapmiz. Pul tepib, texmi bir cho'ngaytaydi do'konni deb. O nurg'un fursat var menga deydiganga. Mush vaqt cho'chirib turdingizmi? Ya asla bu gapni men demaylam. Bu shogird o'rganib, yaxshi o'rganib bo'lganda do'kon arib o'zi ketsin deganman bunda. Oldi Letep, sizning menga to'g'ri ishonchingiz yo'q o'xshaydi. Men asli siz bilan uzoq bir mazgil hamkorlashib, men tutinga do'konni bir do'kon qilib, men taraqqiyotni cho'ngroq qilamizmi desam, degan ma gapni anglab bek kayfiyatim buzildi, ko'nglim yerim bo'ldi mening. Men fikrimizga o'gitadiganning oxirini opda o'gitib, ama do'konni ishkini opda ichib Ya tilaxacha. Mana mayaqsini opdan bir taraqqiy qilib olasizlar. Men azroq ishim bor qani, mening animam telefonim. Nerz kerakligimni men ertaga kelib yig'ishtirib aytay. Ya tilaxacha mavoz. 2 minut saqlab tursinizdan. Endi men mamustamga shogirdchiga emasman. Shunga mushustam nega vasem men mishiyaga berib jinimni jan baqay. Rahmat endi. Rahmat. Ishqital qisqacha yaxshilik qilyapsiz, yoqqay. Meni ba'dida ishqital. Tamam. Ems ata ustam bilan kelib nasrimni ekitayman men. Sert oldu ustam, bek sert oldu. Şu sert oldu şu. Hemisi sert mesele kıllar şu an. Muhakkakınızcı mı? Muhakkak. Bakadım baka. Bakam. Ağzıma bir gap şaplakla koyup, vaslı koyup düşürmüş ya da. Ya kalının poka, öğünün işini mi be, ammıgan xotunga demde. Ya ben dimigen şu an. Ya ma kişinin işine ayol kişi degen nerede var? Ma xotunga hazırda tomonum miyadın tutkuzup olsan, toydun ki nereden tutkusan, miyadın tutkuzam sen. Ha? Akızvalı bunundaki apkalsan öğünü kandan tutsa. Ya bu öğünün hem işine bir talarını atmak desen, bu öğünün işmişler çıkız, ben kanda kılmam da. Ya sana üçünmüş bir balının çoğup kalkan be, günahmam da bana, balının çoğuna işekinin ucunu da yapıyoruz, senin dağdağını tatlı ütemdim ben bir adamda. Ben başka neresi dimigen şu akamın digen. Yani nemini desen olur da, ha? Mırasının gibi çıktım ya, yani nemini desen olur da, apamız da adam tek hayatcıma ben sana da koyayım. Ya ben demedim akım ben. Mirasının gibini kılmadım ben. Sen demegen bilen hak Allah kaçan köngülü tıkıp oldu. Çendin ama. Vay İsset. Ögünüp kas bu dükkanını çoğun ağırıp versen de tüken bana. Kirip ma dükkanını tazlığa açtı. Ben çıkıp atıllar kızı yakşırak yakıp bakay. Ma satraşkanını açıdığında atıllar kızım nurgun ecir koşkan. Mava salon er ayal pen kirdi. Navad ali kemme kıpkas ertegen bir xotin işkes küzüne men kisep kışını sen eğilip jügün olmaydı. Çendin ama. Ma salon degende aşırıda tan başkurumuz er ayal pen kirdi ya mava. Ya hem de sizin bir çoğun salonu başkuratkan salon çoğun diken başkuralarmız mı? Bu at tulpunu başkurduğun salon okşam diken bu. Bu itot taktırdığı salon okşam diken bu. Ma çaş yasaydıgan salon. Xotin işkep kas me yasamdım çeçine. Bana tulu getme üte bana. Üte! Ma ağlığa yol vurup ekiley. Ma bunun iken ma dükkanda tılla kızının digini onu işe. Fatime alacak yaptan takallaşma işe çöndün mü? Bombay kıp kalsa ma dükkanını sana verme. Ne mi kısan kalırsa ben bile bunun iken tıkkanlaştıktan keçirse. Ya daha kılmayla ka. O fakat olmasa tılla kızı açam kapı olduğuna şolap kalsa şu şeynek diyenin oturdum bir tal tamına tosap. Ay yerimini ağlarsın yerimini biz açıla. Bizning kirdigan xerida mı aqışıktin kiremda. Deriz diyamışam da. Bana közel işlep görmeyim ama dükkanına pakiz tazlapma bir tal kıl tep banmay. Dedim ay puksan koy mijazimden. Bir tal kıl tep aldığan bolsa mı közeyligini qarıp kapma kılını közeyini tıkıytma. Bilma. Bana az işlep be. Ufkan bop kapsa bolmaydigan bolsa müşahede. Bak sarang Nigarxan işlep diyen bana. Közeynikini saçlı oldu pokmam ki dükkan içim.
Miras deb sarang pishtivash. Kim tutma. Men bu hayatım nurg'unlagan qizlarni yaxshi ko'rgan, ha? Nurg'unlagan qizlar meni faqat yaxshi ko'rmaganligini. Meni pesene qilma. Mana. Hatta. Ha. Shilin Hu yoki Liulin Hu ma? Akam özünü tanıyanlar. Shanghai Tan. Durungfa. Durov, Shijika. Jungyu Weimen. Yeah. Ben akıdım ye. Ya akızat. Kılmayma bak. Nasıl aklınızı çıkarmışsın? Ya. Söygü. O bir ateş. Şey bir şey. Bir sorun. Ha mana.